Qadrdonlar, ekskavatorni olamiz. Shunday turib ko'mirdan solib turib, mana bu yerda shunday ochsak, yonyapti. 800, 900, mana buni solsa 1000 gradus bo'ladi. Ya'ni biz g'ish pishiradigan xumdonning ustida turibmiz. Bu yerda xom g'ish, pishgan g'ish hammasidan bor ekan. Kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, ishlab chiqaruvchi akalarimizdan eng birinchi qo'ldan bo'lyapti. Xo'sh, manzilga keladigan bo'lsak, manzil Farg'ona viloyati, Bog'dod tumani, Lelin qishlog'idan bo'lyapti. Ekranda mana sotuvchi akalarimizning nomerlari bo'ladi. Lokatsiyasini Bozor va biznes Telegram kanaliga tashlab qo'yamiz qadrdonlar. Kelib ko'rib, sifati ma'qul kelsa, olaverasizlar. Qadrdonlar, uje bag'i sezon boshlandi. Biz o'sha iloji boricha ko'proq g'ish zavodga chaqirishyapti. Ya'ni narxini yoritib beryapmiz. Tanlov o'zlaringdan. Masalan, kelib turib, g'ishini ma'qul kelmasa olasizlar, ma'qul kelsa zakaz beraverasizlar. Lokatsiyasini albatta Bozor va biznes Telegram kanaliga tashlab qo'yamiz. Qani biz bo'lmasa, narxni yoritib berishni boshladik. Assalomu alaykum. Chopiraga yaxshimisiz? Sizmisiz? Ishlaringiz yaxshimi? Xo'sh, xudo xolasa ishlar yuklanyapti. Qayerga ketyapti bu? Andijon viloyatiga chiqib ketyapti. Andijon viloyatiga yetkazib berilyapti. Xudo xolasa. Aha. Xo'sh, bu yerda g'ishlar, pishgan g'ishlar vodiy bo'yicha, xom g'ishlar Bog'dod, Oltiariq, Rishton bo'yidagacha yetkazib beriladi. Xom g'ish ham sotuvda bor. Tushunarli. Xo'sh, bu g'ishimiz razmeri nechiga nechi? 25 ga 6, 12. 25, 6, 12. Ya'ni standart g'ishimiz. Tushunarli. Xo'sh, bir kunda nechta g'ish chiqadi aka? 30 mingtadan 60 mingta chiqadi. Ha, bitta xumdonda 30 mingta, ikkinchisida yana 30 mingta. Ya'ni 60 mingta pishgan g'ish bor. Xomishga keladigan bo'lsak, cheklanmagan miqdorda yetkazib berishaverar ekan. Ko'rib turibsizlar qadrdonlar, bitta like bosib qo'ysizlar, mana shu mehnatga ustakalarimizni, ya'ni mehnatini qadrlab. Xo'sh, ustaga endi masalan, birinchi o'rinda mashina yoritaylik. Buni narxi qanchadan bo'lyapti hozir? Joyida 850 so'm yuklatib beriladi. 850 so'm yuklatib beriladi. Xudo xolasa ob'yom ko'proq bo'lsa, ichib kelishtiriladi yoki Bozor va biznes kanalidan chiqdim bizdan kelishtirib beriladi. Xo'sh, masalan, o'zini transport bilan kelsa ham yuklab kelsa bo'laveradi, ochiq bo'yicha, masalan, bir kunda teyadimi, yarim kunda teyadimi, xohlasalar o'zlarining transport bilan bo'lsa, kelib olib ketsalar ham bo'laveradi. Xo'sh, masalan, hech bo'lmasa shahar markazlarini aytib ketaylik. Masalan, Farg'ona shahriga qanchaga yetib boradi mana shu ishimiz? 1000 so'mga yetib boradi. 1000 so'm Farg'onaga yetib boradi. Andijon Namanganga 1100 so'm. 1100 so'mdan. Mabodo endi masalan Asakadan telefon qilishingiz mumkin yoki Shahrixondan yo Bo'stondan telefon qilsangiz narxlar chepcha tushiradi, chunki masofa yaqinlashadi. Shuna Qo'qonga qanchadan yetib boryapti? Qo'qonga 1000 so'm yetib boradi. Qo'qonga 1000 so'mdan yetib boryapti ekan. Kelaverasizlar. Ustaga endi bu eng asosiy muammolardan bittasi, bunda sho'r bormi? 10-15% chiqadi. 10-15% chiqadi. Bo'lmasa chiqmaydi, xudo xolasa. Shunisiga garantiya berasizlar. Qadrdonlar akalarimiz o'zlari o'sha 10-15% chiqishi mumkin deyapti. Bo'lmasa bu ham chiqmaydi ekan. Ko'rib turibsizlar. Xo'sh, yig'ishda bosishyapti akalarimiz. Ustaga endi masalan buni soniga javob beriladi. Javob beriladi. Xudo xolasa bonusini ham qo'shib beriladi. Bir 20-30 ta qo'shib beriladi, xudo xolasa. Gap yo'q. Endi xomg'ishga tushamiz. Qadrdonlar g'isht sifatini tekshiramiz. Ketdi, mana birinchisi tushdi. Ikkinchisi tushyapti mana.